Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar. Ikkita kalima bor dedilar. Bu tilga juda ham yengil. Bu kalimani aytishdan til charchamaydi. Lekin taroziga og'ir. Qiyomatdagi mizon, amallar o'lchanadigan tarozidagi juda ham og'ir keladi bu kalima. Alloh azza va jalla Rahmonga mahbub bu kalima. Bu kalimaning 3 ta xususiyati bor ekan. Birinchisi, tilimizga oson ekan. Bu kalima uchun alohida tahorat ham shart emas. Alohida vaqt shart emas. Yo'lda yurasizmi, yonboshlab aytasizmi, o'tirib aytasizmi va hokazo. Aytsangiz kifoya. Va bu kalimaning yana bir xususiyati qiyomatdagi taroziga juda ham og'ir ekan. Amallarni ichida juda ham og'ir kelar ekan bu kalima. Va Alloh azza va jalla Robbimizga juda ham mahbub ekan bu kalima. Bu kalima subhanallohu bihamdihi, subhanallohil azim. Men Alloh azza va jallani poklab yod etaman. Alloh taolo pok va buyuk zotdir degani ma'nosi. Mana shu kalimani yodlab oling. Bu kalima Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam tarozida eng og'ir keladi, lekin tilga eng yengil bo'ladigan kalimadir. Subhanallohi bihamdihi, subhanallohil azim. Mana shu kalima bilan siz va bizni tilimiz har doim namlanib turishlik kerak. Bir sahobiy sollallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz oldiga kelib aytdilar: "Ya Allohning rasuli, menga shariatda amallari juda ham og'irlik qilib ketyapti. Menga shunaqangi amalni aytingki, men o'sha amalni qilib charchamaydi." Shunda sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Farz ibodatlardan tashqari tiling Allohning zikri bilan, mana shu zikrlar bilan namlanib tursin" dedilar. Ko'p amalni Rasululloh aytganlari yo'q. Allohning zikri bilan tiling namlanib yursin dedilar. Zikr uchun va mana shu kalimalar uchun insonga alohida bir tahorat ham shart emas. Vaqt ham shart emas. O'tirishingiz ham shart emas. Tilingiz aylansa kifoya. Ovozingizni chiqarib aytish ham shart emas. Agarchi junub bo'lsangiz ham, tahoratingiz bo'lmasa ham g'usl bo'lish ham shart emas. Tilingiz aylansa bo'ldi. Bu zikrlarga birorta bahona yo'q. Faqat tilingiz aylansa bo'ldi.